oke. Sizni poli videolaringizni tomosha qilamiz. Xo'p, siz shunaqa mashinalar yig'asiz-da, oke. Bundan qanaqa zavq olasiz? O'shani qiziqda menga shu narsa. O'shani gap bor-ku, yong'oqni sotsang foydasi qolmasa nimasiga qiziqasan? Chaqirish suraydi, oke. Yig'sam yurishiga gap qilaman. Rasxodni farqi yo'q. Yo'q, farqi yo'q. Bu o'zi bu yo'ldagi hech kimga farqi yo'q. Necha pul ketadi, qanaqa bo'ladi, topiladi ham-da pul. Xudoni o'zi yetkazib turadi-da. Shunaqa. Yaxshi. Oke, hozir nima mashinaga yig'yapsiz? Hozir Takumaga yig'yapman. Zaslonka bo'yicha yaxshi ma'lumot bermoqchiman. Endi bu yerda eskicha 2005 Lacetti'ga to'g'ri keladigani bor, shu Lacetti'ni 1.8 bor. Uni ko'pchilik bilishadi. Mana bu gibrid motorniki, mana bu eskichaniki. Plita motorlarga ham tushib keturadi bu. Lekin men buni 1.8 da tavsiya beraman. Sababi nima uchun? Resurs kattaroq. Ichidagi tangasi ham bundoq kelgan ko'p ishlaganda ham resurs ko'proq bo'ladi nisbatan bunga. Endi buni ishlatib ko'ryapmiz. Tangasini oralari sal ochilib qolib, zazor bo'lib qolib, xalosli xotlarini ushamayapti. Endi tagiga shunaqa maslahat beramiz, shu iloji bo'lsa JM magazinlardan, mana Taxoladan kelishsin. JM narsalarni topib ketsanglar bo'ladi. Постоянно realni aytaman. Любой narsa kerak bo'lsa, o'zimga JM mahsulot kerak bo'lsa, har doim g'aratikaga kelaman. Baraka toping. Joningiz sog' bo'lsin. Obuna bo'lib qo'yinglar, Aziz akamga ham, bizga ham. Sog' bo'ling. 616 Aziz aka.